Janubiy Koreyada o'zini koreys diasporasi, koreoillar avlodi sifatida ko'rsatib, soxta hujjatlar orqali vatandosh vizasini olgan 18 nafar O'zbekiston fuqarosi aniqlandi. Incheon aeroporti immigratsiya va chet elliklar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, ular o'zlari va qarindoshlariga tegishli tug'ilganlik hamda vafot etganlik haqidagi hujjatlarni soxtalashtirgan. Ushbu hujjatlardan Koreyada uzoq muddat yashash imkonini beruvchi viza va yashash maqomini olish uchun foydalanilgan. Immigratsiya xizmati Markaziy Osiyo fuqarolari soxta hujjatlar bilan bunday vizalarni olayotgani haqida tezkor ma'lumot olgach, taqdim etilgan hujjatlarni ekspertizadan o'tkazgan. Tekshiruvga O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi ham jalb etilgan. Tergov davomida fuqarolar soxta nasl-nasab hujjatlarini tayyorlatish uchun O'zbekistondagi vositachilarga $10,000 pul to'lagani aniqlangan. Koreyaga kirgan ayrim fuqarolar qurilish maydonlari va zavodlarda ruxsatsiz